Салам бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Бүгүн 23-июнь 20-жыл. Мен Кара Суу шаарындамын. Турция, Дубай катарына кирип баратам. Индия көйнөктөрү 1,5 миң дейт. Индия кыска көйнөктөрү. Размери 46-дан 56-га чейин экен. Жерде бул эженин итальянский да көйнөктөрү бар экен. Бирден алып көрсөтсөңүз бир экөөнү. Канча деп атасыз? 3,5 миң. Расветкалары бар. Бир-эки жашылындагы. Бу цвети бар, кызыл цвети бар, черныйсы бар. 5 расветка. Buniki ham 5 расветка. 5 расветкалар бар экен. 3,5 миңдан. Bunun kıskaları var bana. Kıskaları 2 miңдан. Уступкасы бар. Расветкасы 6 расветкасы бар. Пекинский товарлар бар. Пекинскилер канча? Пекинскилер 1200, 1,5 миң, 1700. Булар молодежьдарга окшойт. Молодежь. Жаш кыз келиндерге. Платьялар бар. Ошол платьяларыңызды көрсөтүңүзчү. Лёнлар. Италия лён көйнөктөрү. Размерлери бар да? Размер стандарт булар итальяники. Расветкасы buniki 8 расветкасы бар. Нархы колге теше 2200. 2200. Сиздерде арзаныраак экен, Оптомузда. Чоң аялlarga итальянский көйлекler var. Razmerleri 58-60'larga tushadi. 2300'dan namasi narxi. Rasvetkalari 8 rasvetkasi bor buning. Yangi modellar, mana modellar bor mana. Жаңы, Yosh новинка. qizlarga. Razmeri buniki 46dan 50gacha razmer, rasvetkasi 8 rasvetka, narxi 2200 dan. İtalyanskiy bu. Шуларда бир экөөнү алып көрсөңүз. Bu ham novinka mana. Razmerlari buni 48-54. 2300 dan. İtalyanskiy bu. Rasvetkasi 8 rasvetka buniki. Indiyskiy под Italiya. Под Италия. Rasvetkasi bir xildan, razmerlari 48dan 58gacha razmer. Жакшы размерлери бар экен. Бардык. Bu yağlar polni indiyskiy. Индийский көйнөктөр. Indiyskiylarimiz, yangi modellarimiz mana bular yangi modellar, ular 2500dan. Yangi modellar bor bular. Indiya, Abmanka. Bular 2100dan. Rasvetkalar. Razmerlari MKdan 3XLgacha. Rasvetkalari mana 6 rasvetkasi bor. 6 7 xil ekan почти. түстөрү ар кандай экен. Буларда Indiyskiy молодежный modellarimiz var. Bular 1800'dan var 3XLgacha var. 2200'dan. Bular 1800'dan. Indiyskiylar, rasvetkasi 3 xil. булар жаңы моделбү? Ya var novinkalar bular. Новинкалар. Bu ham novinka mana. Bular молодежный model, indiyskiy MKdan 3XLgacha. Басында кайта кетсеңиз. Bahası bular 1900'dan. Mana. Bu modellarimizdan novinka. Razmer 1XLdan 2XL, MKdan 1XLgacha. Rasvetkasi 2 xil. Rasvetkasi 2 xil. 2000'dan bular. Но манекенде көйнөк канча? Bu manekendagi ko'ylaklar 2000'dan indiyskiy. Razmeri MKdan 1XLgacha. Молодежный. Жаштардыкы Жаштар экен. бар, Аябай жаштар. материалы Материалы штапел. штапел экен. Двойкалар бар. Indiyskiy. Bularda razmeri LKdan 3XLgacha. Narxi 2200 so'mdan. Bergim taşan. Meni sumkamı alıp жүресіңер бе? Ой. Manka. Chiroyli Жакшы modellar, дизайн, ошо novinkalar. көйнөктүн дизайны жакты. Мага. Razmeri MKdan 3XLgacha. Narxi 2200 so'mdan. Nima tepadan mana uni ko'rsataman. Indiyskiy vishipkalar.
Razmerlari eskadan 1-2 yilgacha. Narxi 1200 so'm. 1200 so'mmi? Молодежный. Razmeri eskadan 1-2 yilgacha. Bu ham 1200 so'm. Yengi qisqasi, yengi uzuni bor. Hozirgi sezonga eng son sezonga yeniga jag'imdi. Yengil tovar. Bu ham shu 1200 dan indiyskidan. Ana qaysi model? Bu tomonda mana modellar ko'rsatdi. Indiyski ko'ylaklar. Bularning narxi 1200 so'mda. Materiali? Materiali shtaper. Razmeri MKdan 3XLgacha. Hijab bilan bo'ladi. Hijab o'rniga kiyadigan ko'ylaklar. Rasitkalar har turda. Har turda o'shanlar rasitkalari. Nima ko'ylaklarchi? Bu cho'ng ayollarga, Bu cho'ng ayollarga koreyskiy. Razmeri 60 gacha razmer. 48 dan 60 gacha. Narxi 2,5 so'm. 2,5 so'm. Yaxshi bularchi madar. Rasitkalari har turda. Bular pekinskiy ko'ylaklar. Bularning narxi 1,5 so'mdan. 1,5 so'm. Buni jengi uzun, jenginde vышивкалары бар. Turetskiy shtaperlar bular. Yengida vышивкалari bilan hijab o'rnida kiyiladi. Bular 1300 so'mdan. 1300 so'm. Bular indiyskilar. Razmerlari eskadan 3XLgacha 1300 so'mdan eng oxirgi narxi. Shtapel indiyski bular. Bularning narxi eng oxirgi narxi 1200 so'mdan. Bu yerda alpaka. Alpakalar hozir qanday bo'lyapti? Joyinda basi. Joyinda hozir paka arzon qizlar. Seplarga, sarpoylarga ketganicha olib kelyapmiz bularni. Narxlari 1000 so'mdan tortib 1700 so'mgacha bor kapshonlar. Modellari juda chiroyli modellar. Qayerdan olib kelasizlar? Pekindiki bu. Qanjadikmi? Rasitkalari bor. Hammasini 4 xil, 5 xildan rasitkalari bor. Shuni qancha deyapsiz? Bular 1700 so'mdan. 1700. Qishында qancha bo'lyapti shular? Qishinda bular 2000 bo'ladi. Hozir arzon ekan-da. Hozir arzon. Hozir oldingi kurs bilan sotyapmiz hozir. Burunqi kurs bilan. Oldingi kurs bilan. Bular 1300 so'mligi bor. Bular 1300 dan. Mayda 1200 so'mliklari bor. Rasitkalar har turda. Bular qishda 1,5 bo'ladi. Qishында. Cho'ng ayollarning modellari. Bular 1,5 dan. 1,5. Rasitkalari har turda. Baklajon, rozовый, сиреневый, коралловый. Bardıq tüstörü бар ekan. Barning tuslari bor, modellar har xil. Buni jengi uzunlari Bu qancha jengi bo'lyapti? uzun paltolar bular. Buni alpakani prosent qo'shilishiga qarab narxi. Bular 4000 dan, 3,5 dan, bular 2,5 dan. Bular 2700 dan. Bular 2500 dan. Narxlari har xil. Bular sredniy rostdagilar. 2,5 dan bular. Rasvetkasi har xil. Bular barashka. Barashkalar 2,5 dan 3000 gacha. Razmerlari bor. MK dan 3XL gacha. Korotka alpakalar. Paka hozir arzon. 1,5 dan 2000 gacha narxi. Buni ham alpakasini aniqasiga qarab, miqdoriga qarab narxlar. Qaysi? Koreyskiy ko'ylaklarimiz. Bular 3,5 dan sotilgan. Hozir paka razmerlarimiz oz qolgani uchun bularni 2,5 dan beryapmiz.
Bu ko'ylaklarimiz avval 2,5 mingdan sotilgan pekinskiy ko'ylaklar. Hozir 1,5 mingdan beryapmiz. Aksiya bo'lyapti hozir. Adresimiz Abdalim bozori, Bishkek stansiyasining oldi, 4-A qator. Konteyner nomerlari 74, 76, 78, 80. Shu konteynerga kelinglar. Tovarlarni olinglar, novinkalar ko'p. Yozga shtapellar, yengil, yumshoq, arzon shtapellar bor. Kelib Savdo olinglar, qilinglar. savdo qilinglar, iltimos sizlardan.